mana spid so'zi eshitilganda ko'chada yurgan odam ham bor, misol uchun seskanadi. Doirmi, doir emasmi? O spid, qochish kerak. Juda nima uchun? Qo'rqinchli, vahimali narsa. Vabo o'ladi. Qo'rqinchli, tarixda necha kishi o'lib ketgan, tez yuqadi, tez o'ladi. Sistemali qizil valchanka ham bulardan o'tadiki, lekin hech ham kam emas. Grejani davolamoqchi bo'lganda faqat dori olsam davo deb o'ylaydi-ku. Bo'g'im davolamoqchi bo'lganda faqat og'rib qolsa bo'ldi, men davolayapman dedi. Aslida u davolamayapti. Shunaqa. Xalq tilida bitta sovuq yeb revmatizm bo'ldim degan hech qanaqa tashxis ham yo'q. Bu faqatgina o'ylab chiqilgan narsa deb bilaman. Xuddi bu shamollash edi. Siz bir kurs lecheniya oldingiz, tuzalib ketdi, tugadi deydi. Yo'q. Sizda endi boshlandi. Eng yomon narsa, mana bu kasal bo'lgan bemorlar, misol uchun yana aytaman, dori vositasini vrach yozib berdimi dozasi bilan, vrach nazoratisiz palapartish ichmaslik kerak, dozasini pasaytirmaslik kerak, to'xtatib qo'ymaslik kerak. Eng yomon narsa. Assalomu alaykum. Aslidash podkastining galdagi sonida ko'rib turibmiz. Bugungi sonimiz ham takror bo'ladi. Takror degan nima degani? Rahmonjon Olimovich bilan birga olingan revmatologik kasalliklarga bag'ishlangan son bor edi, esingizda bo'lsa. Juda ko'plab savollar kelgan. Iltimos shuni boshqatdan ko'rsatib olinglar. Iltimos shu ko'rsatuvdagi mana bu kasalliklarga bafurja, bemalolroq va chuqurroq to'xtalinglar degan. Shu talablarga binoan biz yana Rahmonjon Olimovich bilan alohida podkast olishga qaror qildik. Hatto kelgan bemorlar ham marjon tushunmayapman, qaytadan tushuntiring degan narsa e'tiborga olyapti. Buni uchun anglatadiki, siz qaysidir temani chuqurroq bilgingiz kelayotgan bo'lsa, qaysidir mutaxassis haqida ma'lumot kerak bo'lsa, yoki qaysidir kasallikni yana ham chuqurroq anglashni xohlasangiz, biz o'sha mutaxassis bilan to'g'ridan-to'g'ri qayta takror son olishimiz mumkin yoki mutaxassis topib turib, shu kasallikni yoritishga harakat qilishimiz mumkin. Zero podkastning umumiy ma'nosi asl haqiqatni bilishga qaratilgan. Siz nima uchun og'riyapsiz? Nima uchun kasallikdan qutula olmayapsiz? Nima uchun siz og'ridingiz? Nariga nimaga og'rimadingiz degan savollarga bafurja, bugungi zamonga mos ravishda va izchil, sodda, jo'n tilda tushuntirishga qaratilgan maqsadda. Demak, bugungi mavzumiz so'rovlarni o'zidan ko'rib turibdiki, revmatizm. Asli revmatizm nima? U qachon qo'rqinchli? Necha yoshda qo'rqinchli? 100 yoshdan qo'rqinchli, 30 yoshdanmi yoki faqat 1-2 yoshgacha bo'lgan davrdan ularni bafurja, davolashdan tortib, anglash turgacha hammasini birga gaplashamiz. Rahmonjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat taklif uchun. Bugun haqiqatan ham bugungi mavzumiz juda qiziqarli. Eng dolzarb, eng hozirgi holatda, ya'ni hozirgi zamonda ko'payib boradigan kasalliklardan. Nima deydi? Rivojlanib borayotgan kasalliklardan. Texnologik rivojlanish bilan bir vaqtda o'sib borayotgan kasalliklar. O'sib borayotgan kasallik. Ba'zi kasalliklar texnologik rivojlanish davrida kamayishi kerak. Bular aksiga ko'payib boryapti. O'zi revmatizm nima? Revmatizm bu A guruhdagi beta gemolitik streptokoklarning o'tkir infeksiyalari. Yuqori nafas yo'llarida laringit, faringit, angina natijasida yurak qon tomirlarida kardit, bo'g'imlarda ko'chib yuruvchi palartrit, bosh miyada xoreya va terida revmatik tuguncha va halqasimon eritema bilan kechuvchi biriktiruvchi to'qimaning immunotoksik kasalligi hisoblanadi. Immunotoksik kasalligi, ya'ni biriktiruvchi to'qimaning immunotoksik kasalligi hisoblanadi. Bu kasallik asosan 7-14 yoshda boshlaydigan kasallik. Mana shu joyga ko'proq nima deydi? E'tibor qilishlaringiz kerak. Ya'ni 7-14 yoshgacha uchraydi. Va biriktiruvchi to'qimaning immunotoksik kasalligi. Hozir buni alohida yana rashovka qilib ochib beramiz. Keyin boshida sanaganimizda biz aytdikki, yurakda kardit, bu bo'g'imlarda ko'chib yuruvchi palartrit, xoreya va halqasimon eritema, bu revmatik tuguncha. Mana shu 5 ta asosiy elementi, 5lik. Bu revmatizmning katta belgilari hisoblanadi. Biz erta diagnostika qilishimizda
shu kasalga diagnostika qo'yishimizda va ko'p murojaat qilib kelayotgan kasallarni, masalan, hali podkast davomida aytiladi, hozirda nima deydi, ko'p ma'lumotlarda salgina S reaktiv oqsil baland bo'lsa, aslosi baland bo'lsa yugurib kelayotgan kasallar uchun yana takrorlanadi. Bu revmatizm kasalligining asosiy 5ligi bo'lmasa, bu kasallik hisoblanadi. Demak, 5ligini topishimiz kerak. Topishimiz kerak. Bu vrachni va bemor bilan suhbatda asosan mana shu 5likka e'tibor berish kerak. Juda katta narsa. Ikkinchidan, bu revmatizmda hozir aytdikki, biriktiruvchi to'qimalarning immunotoksik kasalligi. Immunotoksik nima degani bu? Bu oddiy xalq tilida tushuntirsak, streptokok infeksiyasi yuqori nafas yo'llarida bodomchasimon bezga yoki halqumga, tracheit yoki tanzilit infeksiya bo'lgandan keyin o'zi ishlab o'sha yerda bodomchasimon bezda qoladida, buni nima qilish uchun, o'ldirish uchun limfositlar, leykositlar kelgandan keyin bu toksin ishlab chiqariladi. Toksin. Bunga qarshi. Yo'q. Aynan streptokok infeksiyasi o'zi toksin ishlab chiqaradi. Toksin ishlab chiqariladi. Toksinning shunaqa xususiyati borki, mana faraz qilaylik, birinchi, ikkinchi zveno himoya joyidan bemalol o'tib keta oladi. Buni aqlliligi bu o'tib ketayotgan toksinni, masalan, leykosit keldimi yoki makrofag keldimi, uni o'zimki deb biladida, uni o'tkazib yuboradi. Ya'ni organizmda o'zini immunoglobuliniga o'xshashroq shaklda bo'ladi. O'xshashroq shaklda bo'ladida, shuni hisobidan sekin bu borib yurak klapanlarida joylashadi. Yurak klapanlarini sekin astalik bilan jarohatlashni boshlaydi. Nima u yerda o'sha toksinni yaxshi ko'radigan birorta narsasi bormi klapan o'zida? Yo'q. Klapanning xordalarida shunaqa genetik kodlangan ekanki, streptokok oldindan shu genga o'xshash narsani ishlab chiqaradi. Xuddi qulf kalit bo'ladi. Masalan, bu borib bo'g'imda yoki o'pkada yoki boshqa joyda emas, aynan yurak klapanlarida, yanada aniqroq bo'lsa 90-95% mitral klapan. Mitral klapanning xordalari bo'ladi. Mana xordani ochib tortib turadigan, uni harakatga keltiradigan xordalarida genetik jihatidan o'sha streptokok infeksiyasi ishlab chiqarilgan toksin bemalol mana shu yergacha nima deydi, hech qanaqa to'siqqa uchramasdan yetib boradi. Va mana shu yerga tushgandan keyin u o'zini ikkilamchi vazifasini, ya'ni asoratlarni keltirib chiqarishni boshlaydi. Masalan, hozir aytganimizdek, bu 5lik haqida qisqacha to'xtalsak, birinchisi aytdik, bu kardit. Ya'ni bu yurakni zararlanishi, yurak qon yallig'lanishi, yurak hujayrasi yallig'lanishi. Bu yerda differensial diagnostika qilib ketamiz. Kardit, kardiologik kasallarda ham bor. Endokardit, miokardit, masalan, har bir bo'g'imini yallig'lanishda kardiologik kasalliklar yoki boshqa infeksiyalar natijasida yallig'lanish. Aynan mana bu revmatizm kasalligida uchraydigan kardit bilan boshqa infeksiyalar natijasida uchraydigan karditlarni oddiy kulchaga ajratish yo'li bor. Agar mitral klapan yetishmovchiligi yuzasi bilan qo'shilib kardit kelsa, bu revmatizm. 100%. Revmatizm kasalligidan keyingi masalan kardit hisoblanadi. Boshqa infeksiyalar natijasida, misol uchun zararlanishi mumkin, yurakning har xil omillar natijasida kardit, mitral klapanda yoki aortal klapanda yetishmovchilik yo'qmi? Bu revmatizm tushunchasi olib tashaladi. Bitta oddiy kulchaga joy. Mana shu karditlar bilan ajratish bu. Keyin yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Aynan karditlarda haqiqatan ham odamda orttirilgan yurak nuqsonlari bo'lishi mumkin. O'zi hayot davomida bu bilan bog'liq bo'lmagan. Bu revmatizm bilan bog'liq bo'lmagan. Misol uchun bu yana bir eng ajoyib joyi, masalan, bo'lishi mumkin mitral klapan yetishmovchiligi bo'lishi mumkin, aortal klapan yetishmovchiligi bo'lishi mumkin yoki uchta vaqali klapan, xullas nechta klapan bo'lsa, klapan yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Yoki bu tug'ma yoki orttirilgan. Aynan revmatizm kasalligida 90-95% holatida mitral klapan yetishmovchiligi. Mitral klapan yetishmovchiligi va undan keyin aortani klapan yetishmovchiligi bo'ladi. Ketma-ketlikda. Ketma-ketlikda.
Ya'ni bunda nima? Misol uchun mitral klapan yetishmovchiligi orttirilgan mitral klapan yetishmovchiligi bo'ldi kasalda. Bizga ikki xil bemor keldi. Bunda ham mitral klapan yetishmovchiligi, bunda ham mitral klapan yetishmovchiligi. Haqiqatan buni tekshirganimizda agar buni aortal klapanda yetishmovchilik bo'lmasa, buni ham mitral, buni ham aortal klapanda yetishmovchilik bo'lsa, bizga shunaqa shubha bo'ladiki, revmatizmga tekshirish kerakligi ta'kidlanadi. Mana shu tomoni bor. Keyin yana bu karditlarni boshqa kardit kasalliklar, ya'ni yurak kasalliklaridan farqli o'laroq bu yoshlikdan ham ko'proq uchraydi. Masalan, o'tkir revmatik isitmani boshlang'ich etapida, misol uchun hozir aytdik biz 7-14 yoshda uchraydi dedik. Birdan o'tkir revmatik isitma klinika berdimi? Hattoki 25-30% holatida bu mitral klapan zararlandi degan ekan. Agar u klinik belgi bermagan bo'lsa. Bermagan bo'lsa, prosta bemorda revmatizmi bor edi, o'tkir revmatik isitma pik qo'zg'alish davriga chiqdi. Bu degani 25-30% holatida bu mitral klapan zararlanishi, ya'ni kardit asorat qo'shildi degani. Tushundim. Bu juda ham bir nima deydi? Katta bir qo'rqinchli narsa desak ham albatta. Eslatmamda gapirib ketaman tomoshabinlarga. Yurakda 4 ta bo'lim bor. 2 ta bo'lmacha, 2 ta qorincha. Chap qorinchadan chiqqan qon butun tanaga tarqalib, u yig'ilib kelganda o'ng bo'lmachaga qo'yiladi. O'ng bo'lmachadagi qon o'rtadagi klapan orqali o'ng qorinchaga o'tib, undan chiqqan qon o'pkaga boradi. O'pkadan kislorodga to'yingan qon chap bo'lmacha orqali yurakka kiradi. Shu chap bo'lmacha bilan chap qorincha o'rtasidagi klapanni mitral klapan deydi. Muammo qayerda? Klapanning yetishmovchiligi va stenoz bo'ladi. Stenozda o'zi o'rtadagi klapan teshigi yopilib qoladi. Bizga eng katta muammo yetishmovchilik. Yetishmovchiligida tabaqa bor klapanda, 3 tabaqali, 2 tabaqali klapanlar bor. Ular birga-bir kelib turib, bunda yopilishi kerak. Xordasi bor, pastga osib turibdi. Kerak paytda ochiladi, kerak paytda unda yopilib, to'siq paydo bo'lishi kerak. Bu yerda siz bilan men qon bosimimizni o'lchaydigan millimetr simab ustidagi katta-katta bosimlar bor. Ular shunaqa daqiq darajada ishlash kerak, bir-biriga o'ta qattiq yopilishi kerakki, zo'r, to'g'ri kelib guduguliga va yetarli kuch bilan keyingi bo'limga qon aylash uchun juda katta bosim paydo bo'ladi. O'sha joyda yurak yetishmovchiligiga yoki bo'lmasa klapan yetishmovchiligiga yoki mitral klapan stenozga sabab bo'ladigan holat haqida gapiryapmiz. Tushunishlik uchun buni izohlab ketdim. Marhamat, davom etamiz. Xo'p, demak, bu revmatizmda eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri kardit dedik. Kardit revmatizm kasalligida bemorni nogironlikka va ish faoliyatini to'xtatishga yoki nogironlikka olib keladigan asoratlardan bittasi. Tezlik bilan. Endi eng ko'p uchraydigan yana bir asoratlardan biri bu artrit, ya'ni bo'g'imlarda har xil o'zgarish, yallig'lanish bilan kechadigan kasallik. Yumshoq to'qimasi yallig'lanishi. Yumshoq to'qimasini, endi misol uchun to'qim suyakni o'zida yallig'lanish ketadi. Suyakni o'zida. Endi bu artritlarni ham farq qilish kerak. Misol uchun bu revmatologik kasallikni artritmi yoki o'zi artritmi yo osteoartrozmi kasalliklari bilan farq qilib o'tsak, revmatizm kasalligida kelib chiqadigan artritlarni boshqa artrit yoki osteoartroz kasalliklaridan bitta farqi bor. Birinchisi ko'chuvchi og'riq. Eng bir nima deydi, ko'zga tashlanadigan va farqlay oladiganimiz eng birinchisi ko'chuvchi og'riq. Bularning birortasida ham ko'chuvchi og'riq bo'lmaydi. Keyin bularda ikkinchi belgisi oligoartrit yoki monoartrit deydi. Bular nima degani? Oligoartrit degani bir nechta bo'g'imni birdaniga zararlanishi, ya'ni og'rishi. Monoartrit kamdan kam holatda uchraydi, bitta yirik bo'g'imni tizzani yallig'lanishi kuzatiladi. Qaysi biri bo'ladi bunda? Revmatizmda? Revmatizmda eng ko'p oligoartrit bo'ladi. Bir vaqtda bir nechta bo'g'imlarning asimetrik holatida og'rishi bo'ladi. Ya'ni misol uchun o'ng tizza og'riyapti, chap tirsak og'riyapti. Mana shu. Asimetrik holatida bir nechta bo'g'im birdaniga og'riydi. Lekin artrozda unaqa emas. Yo'q. Artrozda bitta tizza, bo'ladi. Bitta tizza bo'ladi yoki boshqa. Yana bitta narsasi, boshqa artritlardan revmatik artritning farqi, og'riq bir necha soatdan bir necha kungacha bo'ladi. Mana bolangiz faraz qiling, tirsagim og'rib turuvdi yoki misol uchun tizzam og'rib turuvdi dedi. Ertalab sizga shu shikoyatni aytdi, kechga borib yo'q. Hech qanaqa iz qolmadi. Hech qanaqa iz ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Bitta simptom lekin beryapti sizga. Buni
tushunib yetsangiz, bolani ertaroq bu kasallikdan qutuldirasiz. Shunisi bor, mana hattoki shuning uchun ham bu kasallik hozirda kuchayib ketyapti. Ya'ni uni payqab ololmaydi. Payqab ololmayapti. Bola chunki ota uni eshitmayapti, ona uni eshitmayapti yoki eshitsa ham ertasi ishonmayapti. Ya, kechga borib shuna qarayapti, og'riq yo'q, tiza zo'r, bolam aldabdi dedi. Shunisi. Yana bitta narsasi, revmatizmni bir nima deydi, bu kasallikni yaxshi deb bo'lmaydi, lekin ko'zga tashlanadigani kamdan kam holatda biza bilishimiz uchun mana bunaqa bir necha soatlik og'riqlardan tashqari birdaniga kuchli og'riq bo'lib qoladi. Mana qo'qqisdan bolangiz yurib turdi, qo'qqisdan tizida og'riq hattoki harakat cheklanib qoldi. Qo'qqisdan. U yerda qanaqa katta o'zgarish bo'ladi? Katta o'zgarish sekin astalik bilan bo'ladi. Mana bugun yurishdan to'xtadi bolangiz, ertaga bo'g'im shishadi, qizaradi. Mana shunaqa bo'ladi. Bu xuddi bir bolangiz misol uchun bahona qilayotganday tuyulishi mumkin yoki qanaqadir travma olganday bo'lishi mumkin. Lekin tizani ko'rasiz, tizida hech narsa yo'q. Bola yurishda dodlayapti. Dodlab yig'laydi bola. Shu oyog'ini bosa olmaydi yoki yelkasini ko'tara olmaydi. Lekin mana ertasi kuni tizi shishishni boshlaydi, qizarishni boshlaydi. Bu holatda kutib turmasdan, boshqa narsa qilmasdan обязательно bolani mutaxassisga ko'rsatish kerak. Keyingi yana bir eng klinik beshtalikdan bittasi bu xoreya. Xoreya degani bu revmatologik kasalliklarning hisobidan bosh miyada yallig'lanish belgilari bo'ladi. Bu xoreya deyiladi. Bola beixtiyor qo'l yoki oyog'ini harakatlantirishi mumkin, beixtiyor. Misol uchun qo'li harakatlanib ketadi yoki hattoki falajlanishi mumkin. Birdaniga qo'li yoki oyog'i ishlamay qolishi mumkin. Bu juda ham kam uchraydigan bu 5likdan bittasiga kiradi. Yana mana shu 3talikdan bitta eng ajoyib bir vrachlar uchun ham, hattoki bemorlar uchun ham, revmatologlar uchun ham bu yangi ma'lumot. Temperatura borda, temperatura revmatologik kasalliklarda temperatura chiqadi. Temperatura subfibril bo'lsa, bu qo'rqinchli bu. Ya'ni bu ikkita eng ko'p uchraydigan asorat uchraydi. Ya'ni kardit, artrit uchraydi. Subfibril, ya'ni 37-38, bolangiz 37-38 temperatura qilib turibdi. Yo misol uchun uzoqroqda anamnez yig'sangiz 2-3 hafta oldin tomoq og'ridi. Tomoq og'rigandan keyin yaxshilandi uyda. 2-3 kundan keyin qo'qqisdan temperatura chiqyapti. Subfibril. O'pkasini tekshiryapsiz, tomog'ini tekshiryapsiz, boshqa qilyapsiz, yo'q hech narsa. Subfibril rivojlanish davrida bolada artrit va kardit belgilari rivojlanib boradi. Agar gektik temperatura bo'lsa, xoreya rivojlanadi. Ya'ni yuqori 39-40 gradus temperatura bo'lyaptimi? Bolada mana bu xoreya tipdagi revmatologik asorat rivojlanadi. Bu temperaturada revmatologik kasallarda juda ehtiyot bo'lish kerak. Bizda aksincha ehtiyot bo'lmaydi-ku. 38 gradusgacha bo'lgan isitmaga umuman bee'tibor bu. Yuqumli kasalliklarni o'tib davrida aytadi-ku. Sen isitmaladingmi? 38 gacha bo'ldim, bo'ldi. Antibiotikam eshitsa ham jim tur deydi. Yo'q. Hozir aynan bu revmatizm kasalligida bu aytgan teoriyangiz juda teskari. Ishlamaydi. Bu navarot biza mana o'tkir revmatik isitmada hozir aytdik. Bir dona o'tkir xuruj davri qo'zg'aldimi, 25-30% holatda kardit asorati rivojlandi dedik. Kardit asorati bemorni nogironlikka, ish faoliyatini to'xtatishga olib keldi. Bir pog'ona yaqinlashtirdi. Bu temperatura 38 bo'ldi, bolam kutib turdi, o'tib ketadi deyilsa, bu karditga yaqinlashganimiz bo'ladi yoki kasallikni xuruj davrida asoratlarning ko'payishiga olib keldi. Demak 37,5 gradusdan 36,5 gradusdan og'ir narsa ekan. Normada odam tana temperaturasi 36,6. Bo'ldi, boshqa. Bo'ldi, u boshqa teoriya yo'q, u kimdir o'ylab chiqarilgan bir asossiz ma'lumot deb o'ylayman. O'zi undan qaraganda haqiqatan ham antibiotiklarga qaramlikni kamaytirish uchun antibiotikga qarshi odamlar tomonidan gapni yeb bo'lishi mumkin. Aslida lekin o'z-o'zidan sog'lom tanada tana 37 bo'lib turibdi deyiladi. Shu 37 bo'lib turibdi. Shunaqa. 36,6. Keyingi misol uchun revmatologik kasalliklarning asoratlari mana bu 5talikdan halqasimon eritema yoki revmatoidli tugunchalarning paydo bo'lishi bu juda ham kam uchraganligi uchun va bu juda tez
o'tib ketadigan asorat bo'lganligi uchun bu belgi kamdan kam bemorlarda kuzatiladi va bu belgi bilan vrachga murojaat qilib kelinadi. O'ziga e'tiborliroq bo'lgan kasal aytishi mumkin, asosan eng ko'p ta'sirlanadigan sohalarda tuguncha paydo bo'ladi. Mana tirsagimiz bilan o'tiramiz, tizzamiz bilan o'tiramiz. Doktor shu tirsagimda oddiy misol uchun shishga yoki lo'nda paydo bo'lib qoldi deyishi mumkin kasal, lekin o'zi o'tib ketdi deydi. Chunki uni maksimal 2-3 haftadan keyin avtomatik yo'qolib ketadi. O'zida so'rilib ketadi. Halqasima eritmayman, xuddi misol uchun allergik holatga o'xshagan bo'ladi, lekin halqaga o'xshagani uchun och pushti rangda bo'lganligi uchun kamdan kam odam bu narsaga e'tibor beradi. Shu bu asosiy 5likdan 3tasi eng ko'p uchraydi va bu narsalarga juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Buni biz har kuni hayotda ko'radigan bo'lishimiz mumkin. Albatta. O'zi shuning uchun oxirgi paytda revmatizm degan tushuncha kamayib qoldimi? Biron joyda toza unda revmatizm deb tashxis qo'yish uchun kam ishtiradi juda. Lekin qarasang, revmatik asorat juda og'ir. Xo'p, shu joyda savol, mana tinglovchilardan keladigan savol, kelgan savol. Revmatizm bilan revmatik lexaratdan nima farqi bor bir-biridan? Bittasiga revmatik lexarat yozilgan, bittasiga revmatizm yozilgan. Qarang, o'zi tashxis qo'yishda hech qachon revmatizm tashxis qo'yilmaydi. Qo'yish haqli ish. Yo'q. Hozir bir qiziq bir voqeani aytib beraman. Mayli kimligini emas, yaqinda bo'lgan narsa, viloyatini ham aytmaymiz. 12 yoshli bolaga revmatik polartrit tashxisi qo'yilgan. Revmatik polartrit tashxisi yana reaktivni artritmi, xullas shunaqa tashxislar qo'yilgan. Har bir yoshda o'zini misol uchun kasallikni tashxisi bor. 18 yoshgacha bo'lgan holatida o'tkir revmatik isitma yoki yuvenil revmatik isitma tashxisi qo'yiladi. Bo'ldi. 18 yoshdan keyingi uchrayapti kasallikda surunkali revmatoidli kasallik qo'yiladi. Yoki surunkali revmatizm kasalligi tashxisi qo'yiladi. 18 yoshgacha bu diagnoz, 18 yoshdan keyin bu diagnoz qo'yiladi. Bu bolada ham, misol uchun 12 yoshli bolada ham juda ham birinchidan diagnoz o'zi xato. Kelib chiqishi bu diagnozli bola emas bu. U belgilari yo'qmi? Yo'q, umuman belgilari ham yo'q. Masalan, keldilar, mana onasi ham xursand bo'lib ketdi. Hozir buni eshitganda ham bo'lishi mumkin. U batamom tekshirildi, bolada hech qanaqa revmatologik kasallik chiqmadi. U kasallikka oid birorta belgi yo'q. Boladan masalan podrobno tekshirdik, laborator tekshiruvlar, so'rovnomalar olib borildi. Umuman birorta mana bu 5 ta asorat birortasi yo'q. Hatto bu eng katta belgilari hisoblanadi. Даже kichik belgilarning o'zi ham yo'q. Laborator tashxislarda ham umuman bu narsa tasdiqlanmagan. Shu. Keyin to'g'ri tashxis qo'yish uchun mutaxassislarga yubordik. Xudoga shukr, xursand bo'lib ketishdi. Xo'p, tushunishim bo'yicha revmatizm degan tushuncha qo'yilmaydi. 18 yoshdan katta insonlarga surunkali revmatik lexaratga yoki surunkali revmatik kasalligi 18 yoshgacha yuvenil revmatik isitma. Yuvenil revmatik isitma. Boshida men aytgan gap. Shunaqa. Xo'p, shunaqa ekan. Endi autoimmun revmatik kasallik bo'lgan nima bor joy bor? Autoimmun yoki shu joyni o'zi biz tepada keltirgan joylarda autoimmun jarayonmidi? Bu revmatik kasalliklarning hammasi, ya'ni revmatizm bo'ladimi, revmatik artrit, reaktivni artrit, sistemali qizil valchanka, podagra, bular hammasi autoimmun kasallik. Boya tushuntirgan mexanizm bitta dalillaydi shuni. Shuni dalillaydi. Mana bemalol to'siqlardan himoyasiz, misol uchun urishsiz o'tib ketyapti, to yurakni klapanlargacha yetib boryapti. Bu autoimmun so'zini isboti bu. Bu kasalliklarning hammasi ham autoimmun kasallik hisoblanadi. Xo'p, tushunchamizda boshidan ko'rdik. Bu birinchisi angina sifatida boshlandi. Hamma ishim e'tibor qilmaydigan, havo o'zgarganda tomog'i og'rib qoladigan shakl bo'ldi. Birinchi o'rinda yugurdida yurak zaharladi. Yurak zaharladi. Hali bo'g'imga e'tibor borgani yo'q. Yo bo'g'imni zaharladi, zaharlamadi. Boyagi 5 ta belgi topilsa, topilmasa, biz topsak topsamiz, revmatizm o'zi ishini qildi. Har qanday revmatizm bilan og'rigan insonda bo'g'im va yurak zararlanadimi? Qarang, demak, yurak zararlanishi 90-95% deyilgan. Ayrim adabiyotlarda bo'g'im zararlanishi 100% deyilgan. Demak, revmatizm kasalligi bor bemorlarda 100% bo'g'im kasallanadi. Zararlanadi. Bunda misol qilamiz. 10 yoshli bola 3-sinfda o'qiydi.
10 yosh va 3-sinfda o'qiydi. O'sha 3-sinfda o'qiyotgan bolani tomog'i shishdi, revmatizm bilan og'ridi. 6 oydan beri bezovta. Uning yuragida o'sha mitral klapanga yaxshigina muammo yuzaga keldi. Uni bo'g'imi zararlandi. Bo'g'imi qanday ko'rinishda zararlandi? Yaxshi savol, qarang. Agar 3 yoshli bolada mana shu 3-sinf bola, 10 yoshli bola. 10 yoshli bolada shuni davolashda qisqacha to'xtalmoqchi edik. Mana o'tkir revmatik isitmada yoki yunil revmatik isitma kasalligi birinchi boshlanayotgan etapda to'g'ri lecheniya qilinsa, ya'ni biz uni erta profilaktika qilib aniqladik, tomog'i og'riyotgandi. Misol uchun tekshirdik, revmatolog ko'rdi, lor, revmatolog, pediatr uchalasi o'tirib, bunga to'g'ri tashxis qo'yib, bolaga lecheniya boshlangandan keyin bu o'tkir revmatik isitma, ya'ni yunil revmatik isitma boshlanayoq remissiyaga tushdi. Bolada hech qanaqa asorat rivojlanmaydi. Ya'ni ana bu 5 asoratdan birortasi rivojlanmadi, qolmadi. Bola bemalol remissiyaga tushdi, bola sekin astalik bilan misol uchun rivojlanib boradi, uni bo'g'imida ham, yuragida ham hech qanaqa asorat bo'lmaydi. Lekin bu bola endi sog'lom deb aytib bo'lmaydi hech qachon. Kasal bola, lekin remissiyaga tushdi bu kasallik. Unda hozir mikrob saqlanib qoldi. Yo'q, mikrob saqlanish emas. Mana bu hozir boshda aytganimizda shunaqa streptokoklar infeksiyasi autoimmun holatida antigen antitanalar ishlab chiqaradida, u organizmda yuribdi u. Bo'g'imda ham turibdi, yurakda ham turibdi, lekin remissiya aktiv holatida emas u. Aktiv holat bor, turibdi, bu kutadi bu. Kutadi, organizm qachonki slabiy bo'lishi, shu infeksiyalar yana qayta tez-tez kasallanishini yoki misol uchun har xil surunkali kasalliklar bo'lgan vaqtida bu kasallik qayta uyg'onadi. O'sha endi kutib turgan antitela, antitoksinlar o'z vazifasini bajarishni boshlaydi. Vaqt, fursatni poylab turgan. Fursatni poylab. O'shaning uchun 7-14 yoshda kasallangan bemor kelib 50-55 yoshda bo'g'imidan yoki revmatizm yuragidan shikoyat topib, misol uchun nima deydi? Kasallanib, bu kasallikni keyin yana esga tushiryapti. Tushunasizmi? Tushunarli. Xo'p, shu narsaga mana oxirgi Covid paytida rosa ko'p tizzada artroz, artrit bor insonlarda endi diagnostikasida bir-biridan ajratish rosa muammo bo'lyapti. Covid qaysidir ma'noda revmatizmni yuzini ochib berdimi, ko'paytirdimi Covidni? Revmatizmni Covid? Yo'q. Bu nimaga revmatizmga mani shaxsiy tajriba, hozirgi adabiyotlarda ham Covid kasalligi hech qanaqa revmatizm kasalligiga bir salbiy ta'sir ko'rsatib, uni rivojlantirgani yo'q. Naborot bu Covid kasalligi artroz kasalligini kuchaytirdi. Artrit kasalligini emas, artroz kasalligini kuchaytirdi. Uni ham o'zi men bundoq birov menga gapirsam aytaman-da shuni. Aslida biz yuzimizni ko'rsatib qo'ydi o'zimizga nima. Hamma aytadi, aseptik nekroz kuchaytirib yubordi deydi-ku. Yo'q, o'zi bor edi u nekroz. Endi ko'rib qoldinglar-da uni. Jarayonni kuchaytirib yubordi. Endi misol uchun artroz kasalliklari e'tibor bersangiz, mana Coviddan keyin hozir mana davolanayotganlarni ham misol uchun anamnez yig'sangiz, asosiy kuchaygan vaqti Coviddan keyin. Ya'ni bu ko'pincha meni shaxsiy fikrim artritdan ko'ra artroz kasalliklarini, ya'ni revmatologik kasalliklardan yuzaga keladigan artritdan ko'ra artroz kasalligini kuchaytirib yubordi. Tushunasizmi? Tushunarli. Xo'p, endi bolalarning muhtini aytsak, muhtini aytyapmiz. Jarayonni tushunamizki, beta gemolitik streptokokdan tomog'imizga tushib turib, biz bilan reaksiyaga kirishi, bizdan muhtni poylab, yurakka yetib borishligi, boyagi 5 ta belgini yuzaga keltirishligi. Nimaga o'sha hamma bolada yuzaga keltirmaydi? Misol bitta sinfda 30 ta bola bor, meni o'zimda ham bitta sinfdoshim bor, bitta shu bola og'rigan. Bitta shu bola og'ridi. U 29 ta bola og'rimadi. To'g'ri. Bitta qishloqda yashaganmiz o'sha paytda. Hozir ham bitta sinfda o'tiradi, bir xil saviyada ovqatlanadi, ijtimoiy muhiti bir xilda, lekin bu og'riydi, bu og'rimaydi. Bu yerda genetik moyillik bormi yoki bularning harakatida o'zgarish bormi yoki ruhiy moyillik bormi, nimalar bor bu yerda? Shuni bir e'tiborga olsak, bu tinglovchilar uchun yaxshi bo'ladi. Chunki bir yilda ancha bola tug'iladi. Bular o'sib kelyapti. To'g'ri, mana bu hozir revmatologlarda eng ko'p dolzarb bir muammo bo'lyapti. Ko'pchilikka savol beriladi revmatologlarga. Bu kasallik o'zi irsiymi? Nasliymi degan? Nasliy. Nasldan naslga o'tadimi? To'g'risi bundan 5 yil, 6 yil oldin agar shu savol berilsa, biza qo'rqmasdan aytardik, bu nasliy moyillik yo'q.
bo'lsa ham Dedingiz. juda ham past. Ehtimol. Ehtimoli juda past, bu hayot davomida orttiriladigan kasallik deb to'g'risi o'zimiz ham javob berganmiz, lekin hozirgi adabiyotlarda yoki tajribalarda nasliy moyillik juda yuqori ekan. Juda yuqori. Mana kimnidir avlodida mana genetik tekshirilganda aynan revmatizm kasalligini tarqatadigan shtammi, misol uchun faraz qiling 100 ta boladan 88 tasida chiqyapti. Bu degani 88 ta bola revmatizm bo'ladi degani. Mumkin degani. Mumkin degani. Lekin 12% da shu shtam chiqmayapti. Bunda bo'lmaydi. Mana hozir maktabda misol uchun faraz qilaylik, siz aytyapsiz 30 ta bola turuvdi, 30 ta boladan bittasida uchradi. Mana shani genida shu bor. Shuning uchun kasallandi. Birinchi nasliy moyillik bor o'zi. Bor, nasliy moyillik bor. Shu shtamga nasldan naslga kimnidir avlodini kelsangiz, genetik bilasiz, o'tib keladi bu. Shunday narsaki, bu yig'ilib qolgan shu bolada bo'lish ehtimoli yuqori. Lekin yana bitta narsani aytish kerak, hozir kasallarimiz misol uchun salgina qo'rquvga yoki vahimaga tushishi mumkin. Endi meni bolam ham revmatizm bo'ladi. Yo'q, misol uchun revmatizm kasalligini misol uchun profilaktikasini siz yaxshi qilsangiz, chalinmasligi uchun bu bola bo'lmaydi. Ya'ni o'sha infeksiyadan uzoqda yursa yoki o'sha tomog'i tez-tez og'rib turmasa, kasallanmasa bo'lmaydi. Bu naslda bor degani bu bo'ladi degani emas. 100% og'riydi degani emas. Yo'q, uni stimul qilish kerak baribir. Mana bu kasallik uni stimul qilish kerak. Shuning uchun yuzaga keladi bu, misol uchun 30 ta o'quvchidan 10 tasida yoki 5 tasida yuzaga kelishi hozirgi statistika bo'yicha shu eng to'g'ri ma'qul javobi shu bo'ladi. Tushunarli. Xo'p. Mana endi men savollar bilan shakllantiramizda, mana savollar to'g'ridan-to'g'ri shu izohlarda yozilgan va bizni pochtamizga, nimamizga telefon qilib aytilgan savollarda nima uchun og'riq aynan revmatizmda o'zini joyini o'zgartiradi? Bu bir tushunishqoqlikda odamlar nimaga bir hafta o'ng tizzam og'riydi, keyingi hafta tirsak og'riydi? To'g'ri savol. Nima uchun o'zgartiradi? Bu yerda uni bir muhimligi bilan bog'liqmi? Qolgan bo'g'im kasalliklaridan farqi shuda, hech qachon artroz joyini o'zgartirmaydi. Shunaqa. Poliartrit yirik bo'g'imlarda bo'lmaydi deyarli, kattaroq, kichkinaroq bo'g'imda bo'ladi. Kichik bo'g'imlar. Revmatizm kasalligida faraz qilaylik, tomog'ingizdan bir toksin ishlab chiqaryapti, toksin. Toksin qon orqali u toksinga yozilmagan, faqat chap tizzaga borasan deb. Faqat bo'g'imga borasan deb yozilgan. Butun tan, bo'g'imga borasan. Bo'g'im qayerda? Bo'g'imga bordi, mana yelkangizda bo'g'im bor, tirsagingizda bo'g'im bor, tizzangizda bo'g'im bor, bordi. Keyin siz mana shu yerda bir zo'r narsa bor. Qaysi qo'lingizni yoki qaysi bo'g'imingizni ko'p ishlatsangiz, o'sha og'riydi. Masalan, siz o'ng qo'lda ko'pincha yelka, tirsak, tizza ko'p ishlatasiz. Yoki misol uchun chap qo'lingizda, misol uchun chap qo'lni ko'p ishlatishingiz mumkin. O'ng tizzangiz og'riydi-da, keyin chap yelkangiz og'riydi. Nima uchun? Bu tizzadagi infeksiyalar bundan ko'p bo'lishi mumkin, lekin bu tomondagi og'riq, bu yelkadagi, tirsakdagi og'riqqa nisbatan tizzangiz ko'proq og'riyapti. Ya'ni dominant o'choq tanyapti. Dominant o'choq tizza. Dominant o'choq tizza, bu tomoningizda dominant o'choq yelka. Shuning uchun ko'chuvchi bo'ladi. Lekin aslida hammasi og'riyotgan bo'lishi mumkin. Hammasi og'riyotgan, hammasi zararlanayotgan bo'ladi. Yirik bo'g'imlarda hammasi zararlanadi. Chunki u toksin aynan chap tizza yoki o'ng yelka deb buyruq berilmagan. Faqat unga faqat bo'g'imga borasan deb yoki yurakka borasan deb buyruq berilgan. Shunisi bor. Tushunarli. Bu og'riqlar o'sha 10 yoshli boladan 20 yoshli boladan tinch holatda yo'qolib qolsa. Yo'q, tinchida yo'q qoldi. Nimadan dalolat beradi? Agar ota-ona uchun mutaxassisga borishdan, mutaxassis uchun revmatizm kasalligini tekshirishdan dalolat. Chuqurroq tekshirishga bu nima deydi, turtki bo'ladi. Boyagidek 1 soatda yoki 10 soatda yo'q qolgan nimaga deydi? Shunaqa. 1 soat orada o'tib qoldi degan o'sha. Biz uchun tushunarli. Endi afsonaviy savollarga o'taman. Sovuqda o'tirish revmatizm nima bog'liq joyi bor bir-biriga? Sovuqda o'tirish, zaxda yurish yoki bizda men oldin ham aytganman shuni. Bitta kursdoshimiz bo'lgan. 4-kursda fakultet terapiyada shuni o'tib turgan paytimizda 2006-yil, 2007-yil. Dars o'tib turganimizda revmatizm nimadan bo'ladi desa, rezin kavush kiyganda deganda. Shunga o'xshab rezin kavush kiyishni, zaxda turishni, boshqani revmatizm bilan og'rishga yoki bilan bir-biriga bog'liq joyi bormi, yo'qmi? Bor. Bog'liqlik joyi bor. Aynan
o'sha zax deyapsiz, misol uchun sovuqlikda tashqi muhitda streptokok, A guruhga kiruvchi beta gemolitik streptokoklar ko'p bo'lar ekan. Ko'p O'sha bo'ladi. sovuqda. O'sha masalan issiqda ular yo'qolib ketadi. Mana quyosh nuri tushyapti, to'g'ridan to'g'ri tushyapti. Bu tashqi muhitimizda masalan hozirda A guruhga kiruvchi beta gemolitik streptokoklar juda ham ko'p bo'ladi. Lekin quyoshli vaqtda, issiq vaqtda bu infeksiyalar kam bo'ladi. Bog'liqlik joyi organizmga o'sha holatida ko'p infeksiya kiradi, toksin ko'p ishlab chiqarib klinikaga beradi. Mana bitta infeksiya kirdi nima, 100 ta infeksiya kirdi nima, 100 ta infeksiya hajm jihatdan. Hajm jihatdan 100 ta infeksiyadan anchagina toksin ishlab chiqaradida bo'g'imlarni zararlashni boshlaydi. Og'riq boshlanadi ertasi kuni. Shu bilan bog'liqlik joyi bor. Boshqa hech narsa bor. Boshqa hech qanaqa u kasallikni kuchaytirmaydi. Endi umumiy qilib olganida, misol uchun hammada ham masalan namlik, zaxlik nervlarda spazmni yoki mushaklarda spazmni yoki umumiy jarayonni qiyinlashtiradi. Metabolizmni susaytiradi. Spazm bo'lishi mumkin, tortishishi mumkin, atak, lekin aynan revmatizm uchun bir yagona omili yo'q boshqa. Shu. Tushunaylik. Xo'p, sovuq urib qolgan degan tashxis qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri? Sovuq urib qolish, men sovuq urib qoldi, revmatizm bo'ldi shunday. Yo'q, bu mana bunday qiladi-yu, bunda chiqdi. Shu darajada sovqotdimki, suyagimgacha sovqotdim, muzladim, qizmayapman va shundan beri yaxshi bo'lmadim, keyin revmatizm bo'lib qoldi degan afsonachilar ham bor-da. Yo'q. Sovuq urish tashxisi bor. Tak bor, muzlash bor. Muzlash bor, lekin aynan xalq tilida bitta sovuq yeb revmatizm bo'ldim degan hech qanaqa tashxis ham yo'q. Bu faqatgina o'ylab chiqilgan narsa deb bilaman. Prosta kasallikni hozir aytganimizdek, oldindan revmatizmi bor edi, sovuqda qoldi, immun sistemasi pasaydi, streptokoklar ko'p kirdi, toksin ko'p ishlab chiqarildi. Shuning hisobidan kasallik yana remissiyadan qo'zg'alishga kuchaydi. Bu bilan bog'liqlik bo'lishi mumkin. Lekin revmatizmi yo'q edi. 18, 20, 30 yoshli odam bitta sovuqda qoldi, revmatizm bo'ldi deyishi bu o'ta xato narsa. Xo'p, bu gapdan boshida gapni xulosa qilsak bo'ladiki, yunial revmatik lixoradka, ya'ni isitma, surunkali revmatik kasallik. Revmatizmdan bir umr qutulmaydi-da. Kasaldan kasalga hech qachon yuqmaydi, lekin aslida u bemor qutulmaydi undan. Yo'q, bemorda bitta narsa bor. Bu kasallikdan 100% tuzalish yo'q. 100% tuzalish. Daqiq joyish joyida-da. Uni tanadan to'lig'icha haydab chiqarish imkoniyati yo'q. Faqat hozirgi agar to'g'ri taktika, to'g'ri lecheniya bilan 100% remissiya bor. Nazorat bor. Nazorat bor, 100% nazorat bor. Erta aniqlandi, kasallikka tashxis qo'yildi, to'g'ri mutaxassis olib boryaptimi? Bu 100% bu kasallikni nazorat qilsa bo'ladi. Boshqa kasallik nazorat qilmasa ham revmatizmni hozirgi holatda 100% nazorat qila olasiz. 100%lik doimiy remissiyaga tushirasiz. Agar bemor sizni nazoratingizda bo'lsa, itoat qilsa, dorilarni vaqtida ichsa. Endi keyingi etapga o'tamiz. Bu eng katta falsafa, doktorlarning ichidagi almashinuv yoki adashuv diagnostika masalasi. Biz bilgan o'sha triada bor. Doimiy hamma ishlatiladigan. Sanda revmatizm bor ekan, sanda revmatizm yo'q ekan deydigan ajratadigan joy bor. Buni o'tgan safar ham ozgina ochganmiz. Bu revmatoid faktor, antistreptokinaza yoki asolo deydi. Uchinchisi S-reaktiv belok. Lo'nda tushuntiraylik. Bularni revmatizmga nisbatan spesifikligi bormi, yo'qmi? Yoki bularning o'zi bu analizdan o'zi boshqa bironta kasallikka spesifikligi bormi? Maxsusligi. Endi shu joyda savolning ikkinchi qismi. O'sha aytgan 5 ta belgini qaysi biri ochib beradi? Yaxshi savol. Qarang, o'zi revmatizm kasalligini boshqa kasalliklardan bitta yaxshi tomonini aytaman. Bu vrachlar uchun ham, kasallar uchun ham. Boshqa kasallarga nisbatan revmatizm tashxisi qo'yish uchun 60-70% bu klinik belgi. Bemorda mana shu 5 ta triada borligi yoki uni anamnezidan borligi yoki uni misol uchun etiologiyasi, misol uchun uni tarqatuvchisi aniqlansa yoki uni shikoyatlari shu kasallikka tortsa 60-70% tashxis qo'yish mumkin. Klinik belgiga qarab. Birorta bu boshqa kasallikda uchramaydi. Birorta boshqa kasallikda uchramaydi. Endi
Hozir aytilganda aslo S reaktiv belok, rema faktor. Bular bu kasalning spetsifik belgisi 30%. Lekin 60% turibdi bu yoqda. Agar bemorda misol uchun klinik belgi bilan bog'lana olsa, bu spetsifik tekshiruv bo'ladi. Birga to'g'ri bir vaqtda kelsa. Bir vaqtda o'zida kelsa, lekin klinika yo'q. Klinika yo'q. Laborator tashxisda S reaktiv belok baland bo'ladimi, aslo baland bo'ladimi, rema faktor baland bo'ladimi, hech qachon revmatizm tashxisi qo'yilmaydi. Bemor shikoyat qilmasa va boyagi 5 ta belgi topilmasa. Topilmasa. Hech qanaqa bemorda klinik belgi yo'q. Klinik belgi yo'q. Misol uchun unda hozir aytganimizdek artrit belgisi, kardit belgisi, xoreya belgisi yoki halqasimon eritema, tuguncha yo'q bu narsalar. Yo'q, yoshligida ham misol uchun bo'lmagan. Bo'lmagan bo'lsa, bu belgiga qarab hech qachon tashxis qo'yilmaydi. Bu bitta izohda aytilibdi, oldingi nimada bu standartda bormi degan. Bor narsa bu. Adabiyotda yozilgan narsa bu. Biz o'zimiz to'qiganimiz yo'q yoki o'ylab chiqarganimiz yo'q. Bu standart kitoblarda, tajribalarda, ustozlardan aytilgan narsa bu. Aynan kitobda ham yozilgan joyi bor. Faqat revmatologik kasalliklarning klinik belgilari va plus laboratoriya. Tushunarli. Bu yerda hozir ana u gaplar ancha gaplar yolg'on bo'lib ketib qolyapti-ku. Sanda revmatizm chiqib qoldi. Aslo 24 chiqdi, 48 chiqdi, revmatizm 5 chiqdi, S reaktiv belok falon chiqdi deydi, 200 chiqdi turib, demak 5 ta belgini topmasdan bu diagnoz qo'yishligi o'sha xato narsa. Umuman boshqa yo'l. Klinik belgilari bo'lmasa, bu kasallikka bu laborator, faqatgina laborator tashxis orqali diagnoz qo'yish xato. Mana hozir yaqinda bo'lgan narsa xuddi shu holat bo'ldi. Bitta bemorda rema faktor baland, aslo baland, S reaktiv belog'a o'rtacha baland. Endi pik emas, normadan baland 3 ta ko'rsatkich ham. Kasalda srazi misol uchun hozir aqlli, undan bundan so'ragan, menda revmatizm bormi? Keyin bordik gaplashganda ularga to'g'ridan-to'g'ri misol uchun doimiy obxod qilib gaplashib yurdik. Sizda revmatizm kasalligi yo'q dedik. Keyin kasal hayron bo'ldi. Nima uchun? Mana analizlarda chiqdi. Men bu doktordan so'radim, u doktordan so'radim. Ha, sizda gumon bo'lishi mumkin, boshqa. Bemorni anamnezdan so'ralganda yoshlikda hech qachon revmatizm tashxisi qo'yilmagan. Bu bir. Misol uchun bemor hozir 60-65 yoshda. 60-65 yoshda. Bemorni anamnezdan yoshlikdan hech qanaqa revmatizm kasalligi shu vaqtgacha kuzatilmagan, diagnoz qo'yilmagan, hech qanaqa lecheniya olmagan. Bemorda yaqindan misol uchun shamollash belgilari bo'lib bizaga kelgan, shamollash belgilarida streptokok infeksiyasi bormi, u rema faktor ham, aslo ham yoki boshqasi ham, yallig'lanish prosesi bormi, bu belgilar ko'tariladi. Shuning uchun diagnoz qo'yishda faqatgina laborator tashxisiga asoslanib qo'yilmaydi. Klinika bilan laborator tashxis bir-biriga mos bo'lsa, hech qanaqa muammo yo'q, qo'ying. Klinik belgi haqlisiz. Lekin klinik belgiga ko'proq e'tibor berish kerak. Masalan, hozir aytganimizdek, mana 5 ta triada 5lik bor, 5likni tekshirtirib ko'ring siz. Karditni ko'ring yoki misol uchun artritni belgilarini ko'ring yoki xoreya kuzatilganmi yo'qmi, bu esda qolarli narsa. Xoreya. Misol uchun uydakilari yoki kasalni o'zi gapira olsa yoki misol uchun onasi, otasida yodida qoladigan holat bo'ladi. Yoki misol uchun halqasimon eritema, revmatik tuguncha paydo bo'lgan. Mana bular bormi? Siz bemalol qo'ying. Demak, analizlari bor, revmatik boyagi 5 ta belgi bor, revmatizm qo'yamiz. Albatta. Analizlari yo'q yoki bo'lmasa belgilari yo'q, lekin tahlilda, analizda bor, qo'yish haqqimiz yo'q. Yo'q. Teskarisi bo'lsa-chi? Teskarisi bo'lsa qo'yamiz. 5 ta belgi topildi. 5 ta belgi topildi. Siz jihatdan gumonlandingiz, tahlilda hech narsa yo'q. 100% qo'yamiz. 100% qo'yamiz. Haqlimiz. Haqlimiz ham bu standart ham bor. Ko'rsatma ham bor. Standart. Xalqaro standartda aytilgan. Bemorda ikkita yirik belgisi va bitta kichik belgi yoki bitta katta belgi, ikkita kichik belgi bo'lsa yetarli. Yetarli deyilgan. Bu katta belgilarga hozirgi 5 ta,
mayda belgilarga, misol uchun bo'g'imlarda og'riq, ko'chuvchi bo'lishi mumkin, boshqa kichkina o'zini belgilar, ertalabki shaxliklar bo'lishi mumkin. Bular kichik belgilari bor. Shunisi bor. Tushunarli. Xo'p, bu yerda endi bitta maslahatni berib ketish kerak-da shu yerda. Umuman xalq ongida juda katta chuqurlik, jallik shakllangan shu bo'yicha. Rematoidniy faktor degan tushuncha bor. O'sha uchtasi. Rematoid faktor, aslo S-reaktiv belok uchalasi bular uchun mezon. Hozir biz gaplashdan bilamizki, hech qanday mezon emas ekan. Juda katta mezon. Rematizm 6 chiqibdi. Rematizm 48 chiqdi. Rematizm 24 chiqibdi. Rematizmim shunaqa, o'ziga tashxis qo'yib oladi. O'sha internetdan ko'rib tashxis qo'yishlik xato. Aslida o'zi spesifik jihatdan bular umumiy jarayonni baholovchi testlardir, lekin maxsus emas. Maxsus emas. Nima qilamiz yana diagnoz qo'yish uchun? Mana birinchisi bemorni ko'rdik, ikkinchisi asologiga qaradik, uchinchisi yana ham. Bitta narsa, diagnostikada eng asosiy hozir aytganimizdek klinik belgilar 60-70%, laborator tashxislar, misol uchun 20-30%, bemorda aytdik kardit belgisi bo'lishi mumkin dedik. Misol uchun belgilardan bittasi rivojlanadi dedik. Karditda nima bo'ladi? Klapan o'zgaradi, eho qilishimiz kerak. Eho. Albatta. Mana misol uchun hozir aytyapsiz, siz laborator tekshiruvi bo'lsa-yu, klinika bo'lmasa, bu klinika bo'lmaslik, mana bu chuqur tekshiruvlarda ham tasdiqlanmasa, 100% revmatizm tashxis qo'yilmaydi. Eho qilinadi. Mitral klapan, aortal klapan ko'riladi. Yetishmovchilik bormi? Hali bemorda shunaqa holat bo'ladi, yengil darajasida belgi bermaydi. Yoki misol uchun yosh bola u shikoyat bildira olmasligi mumkin. Ikkinchidan, обязательно ko'krak qafasini rentgenografiya qilinadi. Nima maqsadda? Yurakni mana bu hozir mitral klapan yetishmovchiligida chap qorincha, o'ng qorinchada gipertrofiya, kattalashish bo'ladi. Hajm kattalashib ketadi. Hajm kattalashadi. Mana shuni ko'rish maqsadida. Instrumental tekshiruvlardan. Keyin misol uchun kontrastli qilishimiz mumkin. Kontrastli misol uchun yurakni o'zini hozir zamonaviy tekshiruvlarda kontrastli MCT-lar bor yoki MRT-lar bor. O'sha yurakni qancha darajada qalinlashishi, klapan darajalarini bilish uchun bu tekshiruv bo'lishi mumkin. Boshqa misol uchun umumiy qon analizida soyani ko'rishimiz mumkin, ya'ni eritrositlar cho'kish tezligini. Bu ham bizga yordam beradi. Leka formula salgina ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Umumiy sidik analizida aynan revmatizmni o'tkir davrida oqsillar chiqishi mumkin. Proteinuriya bo'lishi mumkin qisman. Bo'ldi. Boshqa tekshiruvlar shart emas. Buni qo'sh varaq yozib, buni tekshirish shart emas demoqchiman. Tushunarli. Xo'p, Rahmonjon, bildik, revmatizm tanadan to'liq haydab bo'lmaydi. Revmatizmni qo'zg'atuvchisi yoki jarayonni tugatib bo'lmaydi. Davolash kelganda qachon biz uni nazoratni qo'ldan chiqaramiz, qachon nazoratni qo'lda olib qola olamiz? Qachon davolashga, qachon davolash kerak emas? Umuman bu to'g'ridagi bitsilin terapiyalar hammasi shu to'g'risida biz batafsilroq ko'proq bilishni xohlaymiz. Faqat bizni eshituvchilar ham. Yaxshi savol bo'ldi. Davolashga kelganda kasallikni qancha erta aniqlasak, biz kasallikni shuncha tez nazoratga ola olamiz va asoratlarini kamaytira olamiz yoki asoratsiz davolay olamiz va kasallikni uzoq muddatga remissiyaga tushira olamiz. Xo'p, bemorda davolashga kelganda hozir aytganimizdek erta aniqladik. Bitsilin terapiya deganda ko'pchilik hozir internetlarda ham, bemorlar orasida ham bitsilin terapiyada o'ta noto'g'ri narsalar yuribdi. Yondashuv yuribdi, olib yuribdi yoki kerak, o'sha bemorga shu narsa kerakmi? O'zi kerakmi, kerak emasmi? O'zi bitsilinni qaysi vaqtda olish kerak? Qaysi yoshda olish kerak? Qaysi biri to'g'ri o'zi, foydali yoki? To'g'ri. Masalan, bitsilin terapiyani oddiygina, masalan, bu standartda yozib qo'yilgan joyini aytamiz. Agar bemorda o'tkir revmatik isitma boshlansa va unda hech qanday asorati kuzatilmasa va bu kasallik boshlanishidan misol uchun boshlandi, faraz qilaylik 2000-yil boshlandi, 5 yil mobaynida bitsilin terapiya oladi. Boshlangan paytda. Boshlangandan hech narsaga qaramasdan maksimal 21-28 kunda bir marta bitsilin terapiya 5 yil mobaynida muntazam oladi. 5 yil mobayn. Faraz qilaylik bola 10 yoshda kasallandi, 15 yoshgacha bitsilin oladi. Hech qanaqa asorat uni rivojlanmadi. Kardit ham, artrit belgilari ham
erta aniqlandi, sirazi bitsilingga o'tkazilib 5 yil muntazam oladi. Ha. Xo'p, ikkinchi etapda o'tkir revmatik isitma tashxisi qo'yildi, kardit belgisi namoyon bo'ldi, davolandi. Karditda hech qanaqa asorat qolmadi. Endi klapan yetishmovchiligi bo'lmagan edi. Bitta o'sha zararladi, lekin klapan tiklandi. Tasavvur qilaylik. Bu holatida kasallik boshlanishidan 10 yil oladi. 10 yoshli bola edi. 10 yoshda O'sha paytda boshlandi. 10 yoshda 20 yoshigacha tinimsiz bitsilin oladi. 10 yil. 10 yil. U degani 120 ta degani. 120 ta bitsilin oladi. Har oy shuni oladi. Endi surunkali, misol uchun o'tkir revmatik kasalligi boshlandi. Surunkali masalan kardit belgisi ham va surunkali yurak yetishmovchiliklari ham paydo bo'ldi. Bunda umrbod oladi. Umrbod. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Kimdadir yuragida hech narsa muammosi yo'q. 65 yoshgacha bitsilin olib yuribdi. Nima qilasiz bitsilin? Doktor aytgan. Yoki misol uchun yuragida mitralniy klapan yetishmovchilik bor, o'kin yaqinda kelgan kasal. Bitsilin olasiz. Hech kim menga nazarlashini qilmagan deyapti. Tushuntirmagan hatto. Ha, tushuntirilmagan. Qarang, kerak bo'lgan kasal olmayapti. Keraksiz kasal olyapti. Oddiy narsa. Mana shu narsaga bitsilinga e'tibor berish kerak. Chunki bitsilin bu yurakdagi asoratni oldini oladi. Nima uni tarkibi o'zi? Bitsilin bu antibiotik bu. Antibiotik. Benzilpenitsilin gruppasi. Aynan A guruhga kiruvchi beta gemolitik streptokoklarni kamaytirib turadi. O'shani nazorat qiladi. Nazorat 100% nazorat. Bir oyda bir qilganda kuch yetadimi masalan? Kuch yetadi. Uni 1,5 uni to'g'ri savol berildi. Misol uchun tana vazniga qarab, yoshiga qarab qilinadi. O'rta yoshli va o'smirlarga har 28 kunda bir marta 1,5 million doza ta'sir birlikda qilinadi. Ha. Shu. Endi davolashda yana bitta narsaga to'xtalsak bo'ladi. GKSlar, glukokortikosteroidlar, ya'ni gormonlar. Yoki misol uchun nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalar. Mana bu davolashda etiologik omili bor, patogenetik lecheniya bor. Etiologik omiliga qarab davolash bor. Patogenetik davolash bor. Etiologik degani bu qo'zg'atuvchiga qarab. Ya'ni hozir biz aytdik qo'zg'atuvchisi A guruhga kiruvchi beta gemolitik streptokok. Buni kushandasi benzilpenitsilin. Mana buni davolashda bemorda tomoq og'riyaptimi, o'tkir revmatik isitma boshlandimi? Agar vrach kasalni to'g'ri baholab, har bir kasalning holatiga qarab, bu hozir aytilgani hammaga to'g'ri keladi degani emas. Masalan, 7-10 kungacha benzilpenitsilindan bemor yoshi, tana massasi, og'irligi, kasallik darajasiga qarab 1 martadan 4 martagacha buyuriladi. Benzilpenitsilin kunida 7-14 kun 7-10 kun benzilpenitsilin bilan davolanadida sirazi bitsilinga o'tkaziladi. Bitsilini olib yuraveradi. Patogenetik lecheniyasiga kelsak, patogenetik uni qo'yish yallig'lanishi bor. Bu degani, masalan, hozir qo'polroq tushuntirsak, revmatizmni yuzaga keltirgan omilni bartaraf etish bor. U degani hozir yordam bermaydi. Keyingi xurujiga nisbatan sonni kamaytiradi. Lekin hozir revmatizmni xurujini yuzaga keltirgan paytda paydo bo'lgan shish, harakat chegaralanishi, to'qim bilan zararlanishi, mana shu narsalar patogenetik lecheniya degani. Asli tibbiyroq tushuncha bo'lib ketib qoldi. Adashuv xatoda. Bizni faoliyatimizda ham shu ma'lumki, grejani davolamoqchi bo'lgan odam faqat dori olsam davo deb o'ylaydi-ku. Bo'g'im davolamoqchi bo'lganda faqat og'riq qolsin bo'ldi, men davolayapman deb o'ylaydi. Aslida u davolamayapti hali. Shunaqa. Xo'p, patogenetik omilga nimalar kiradi? Patogenetik misol uchun o'sha bo'g'imda yallig'landimi? Hozir biz aytdik. 5 ta triadasi bor dedik. Artrit, kardit, misol uchun xoreya, halqasma eritema, revmatik tuguncha. Faqatgina artrit belgisida, bu ikkalasi eng ko'p uchramaydigan artrit belgisida nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalardan foydalanadi. Artrit belgisida. Ular diklofenak. Endi diklofenak, diklaberil misol uchun nima lozim topsa, nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vosita. U inyeksiya ko'rinishda, tabletka ko'rinishda yoki mas ko'rinishda. Lekin kardit bilan xoreya turida faqatgina GKS qilinadi. Boshqa yo'l yo'q. Yo'q. Yana misol uchun to'xtamaydi. U misol uchun sizda hozir kardit turi ketib o'tiribdi, faqat nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vosita qilib kutib tursangiz, u kasallikni tuzatmaysiz hech qachon. Yutqizasiz ham, u asorati kuchayib ham ketadi. Shuni qayta ta'kidlaganim sababi artrit belgilari bormi? Siz bemalol
kasalda non-steroid yallig'lanishga qarshi dori vosita bilan kasalni olib chiqsangiz bo'ladi. Tushunarli. Agar shu paytda nastroid mana glukokortikosteroid bilan qo'shgan paytda unga metotrexatlar, ya'ni immunodepressantlar qo'shsa bo'ladimi, depressantlar? Immunodepressantlarni biz qachon qo'shamiz? Mana kasallik remissiyaga tushdi. Kasallik remissiyaga tushdi. Kasallikni remissiyada ushlab turuvchi o'zini dorilari bor. Bitsindan tashqari. Bitsindan tashqari mana metotrexat. Metotrexatni ham uzoq vaqt ichib turish kerak. Bu immunodepressant o'sha kasallik remissiyaga tushadi. Mana shu joyda bitsilinni olishda ham, metotrexatni ham kasallik xuruji ketgandan keyin tuzaldim deb o'ylaydi. Bo'ldi, xuddi bu shamollash edi. Siz bir kurs lecheniya oldingiz, bu tuzalib ketdi, tugadi deydi. Yo'q. Sizda endi boshlandi. Endi siz bitta xurujdan omon qoldingiz. Bitta xurujdan omon qoldingiz, hech qanaqa asorat bermadi, lekin ikkinchi, uchinchi xuruj bo'lmasligi uchun ham shu dorilarni ichib yurish kerak. Bu dorilarni qachon to'xtatish mumkin yoki bitsilinni qachon to'xtatish mumkin yoki metotrexatni yoki masalan GKS ichayotgan bo'lsangiz qachon to'xtatish mumkin? Hech qachon vrach nazoratisiz, mutaxassis nazoratisiz, o'zboshimchalik bilan dozasini kamaytirishga yoki uni dozasini ko'paytirishga, uni birdan to'xtatib qo'yishga kategoriyasiz mumkin emas. Qayta aytaman, bu narsani to'xtatish bu kasallikni nazoratdan qochirish demakdir. Nazoratingizdan ketdi, ya'ni bu kasal vrach nazoratdan ketib qoldi. Hozir nazoratdan ketdi degan hech narsa anglatmasligi mumkin. U degani kamida 20 yildan keyin og'ir kelajak bilan kutib turibdi-da. Shu. Bu asoratlari rivojlanishi hattoki 20 yilgacha bormasligi mumkin. Misol, eng katta asorat nima bo'lishi mumkin shu yerda? Mana hozir 5 yildan beri bitsin olardi. Patogenik davo sifatida metotrexat ichardi, bemor hech narsa sezmayapti. O'zi og'ir edi vaziyat. 10 yillik programmaga kirgan. Shuni tashlab yubordi. Uni nima kutadi ertaga? Yuragida mitral klapan yetishmovchiligi yoki stenoz, buni bilamiz. Bu nima kutadi? Revmatizmning asorati. Bo'g'imdagi asorat kasal uchun vaqtinchalik og'riq bo'lishi mumkin. Revmatizm kasalligida eng yomon asorat bu surunkali yurak revmatik kasalligi. Ikkilamchi mana yurak revmatizm kasalligi bilan birlashib har xil og'ir darajalarga olib keladi, hattoki o'limga olib keladi. O'shaning uchun biz aytdik, mana bu 5 ta triadani ichida eng yomoni bu karditi bu. Hattoki bemorni nogironlikka yoki ish faoliyatini to'xtatishga, hattoki o'limga olib keladigan asoratlardan bittasi bu. Shuning uchun biz doim aytamiz, kasal vrach buyurgan dori vositalarini doimiy to'xtovsiz ichish kerak. Qanaqadir to'xtatishi yoki dozasini kamaytirishi bu vrach nazoratda maslahati bilan bo'lish kerak. Tushunarli. Davoda yana nima bor? Bunga endi vaziyatga qarab turib, tanadagi yetishmovchilik yuzaga simptomatik lecheniya, bo'g'imlarga lecheniya yoki arteriya kuchayib ketsa, suyuqlik yig'sa uni funksiya qilib turib unga plazma terapiya keturadi. Bu misol uchun uchinchi nimasi, misol uchun davolashda hozir etiologik, patogenetik, simptomatik. Simptomatik hozir aytganingizdek, qaysi bo'g'im og'riyapti, mahalliy dori qilishingiz mumkin. Shish bo'lsa, misol uchun shishni oldini olishingiz mumkin yoki misol uchun hattoki punksiya qilib o'sha tizani tozalashingiz mumkin yoki har xil dori vositalaridan foydalanishingiz mumkin. Va keyingi davo lecheniyasi bu profilaktika bo'ladi. Oldin olish. Davoni misol uchun kasallikni emas, kasal odamni profilaktikasi. Ya'ni bu odam o'zi revmatizm bilan og'riyotdi. Remissiya deydi hozir. Remissiyani qaytarmasligi uchun poddeshka turish. Bu o'zi bitsin o'zi emas, birinchi davo emasmi? Yo'q, bu profilaktikaga mana oldingi patogenetik va etiologik dori vositalarini ichib turish kiradi mana. Profilaktik hisobidan ichib turish kerak buni. Belgisi yuzaga kelganda emas, uni yuzaga kelishini oldin olish uchun ichib turish kerak yoki inyeksiya qilib turish kerak. Sovuqdan, suvdan, muzday mahsulotlardan va yuqori nafas yo'llarining o'tkir va surunkali kasalligidan ehtiyot bo'lish kerak. Bu nima degani? Ya'ni revmatizmi bor. Hozir o'ylash mumkin, qaytib yana revmatizm bo'lib qoladimi? Yo'q, revmatizmi bor. O'sha infeksiya yana qaytib kiraversa, achak bo'laversa, bu kasallik remissiyadan uyg'onadi.
Yana qaytib kasal bo'lmaydi. Borida bori qo'zg'aladi. Qo'zg'aladi. Shuning uchun ham bu kasalliklardan ehtiyot bo'lish kerak. Keyin misol uchun kasal bo'lmaslik uchun profilaktikani keyingi leksiyalarda, misol uchun oldingi leksiyalarda aytib o'tgandik. Shu. Aytilgan. Davosi asosiy shular. Davosidagi muhim nuqta itoat ekan. Shunaqa. Chunki 20 kun, 1 oy, 2 oy revmatizmni og'rishi mumkin. Umrning oxirigacha davolanish hammaga o'ta qo'rqinchli-da. Eng kasallarni qo'rqitadigan, bizaga tushuntirayotgan vaqtimizda ham eng muammoli joyi shuda. Misol uchun boshqa kasal, doktor, qancha ichishim mumkin? Muddatini ayting deydi. Muddatini 40 yil. Yo, endi misol uchun bilmaysiz-ku narsani. Muddati mani san tirik bo'lsang, kelib uchrashib turgan, to shungacha aytamiz, ichib turasan yoki nazoratda bo'lib turasan deyiladi. Afsus. Bu yengil gapirishi oson gap bo'lyapti-yu, lekin ba'zan juda og'ir gapda bu. Juda og'ir gap. Bir insonga mana ruhiy tobelik, ruhiy qaramlik, ruhiy bosim yomon narsa-da. Ruhiy bosimda bunday olgan paytda kimdir noto'g'ri tushunsa ruhiy bosim. Qanday qilib men umrim oxirigacha orqamga ukol qildirib yuraman bitta. Uni yana Namanganda qiladi. Shu. Uni bitta eng yaqinda bo'lgan narsa sal bu qilgan ishdan ham afsus emas. Lekin yana qaytib kelsa yana shu ishni qilardik. Bitta bemor murojaat qilib keldi. Revmatizmi bor. 1 yil oldin ham qarang. 1 yil oldin revmatizm tashxisi mumkin deyilgan. Endi nima uchun mumkin deyilgan bilmadim. Klinika bor, laboratoriya bor, hamma narsa tasdiqlab turibdi. Balki mutaxassis ko'rmagandir, sizda revmatizm bo'lishi mumkin degan. 1 yildan keyin mana menga murojaat qilib kelyapti, yonida bir sherigi bilan kasalligi tushuntirilyapti. Kasal haqiqatan kasal. Endi to'g'risi kasal odamga kasalligi haqida to'liq ma'lumot berish vrachebni bu burchimiz. Vrachni burchi. Burchimiz. Bu bir. Ikkinchidan kasalligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish haqqi bor u kasalni. Uni huquqi. Huquqi. Ikkinchidan kasalni o'zida himoya qiladigan odam yo'q. Misol uchun o'g'li, farzandi, otasi bo'lishi yoki vrach nazoratda bo'lsa ham 24 soat tana u o'zi bilan birga bo'ladi. Tana o'zi bilan birgami, o'zi yaxshi himoyalay oladi. Shu maqsadda o'zidan yaxshi himoyalaydigan odam yo'q o'zi. Shunaqa. Shuning uchun kasalga to'g'rilikcha aytilganda uydaklari endi kasalni chiqarib yuborib, uydaklari aytayaptiki, siz sal vahima qilib yubordingiz. Boshqa qildingiz deb tushuntiryapti-da. Keyin men aytdim, mutaxassisligingiz nima? Endi bildim, qanaqadir meditsinaga doir kishi. Chunki ko'chadan kelgan odam birdan bunaqa deya olmaydi. Men farmatsevtman. Endi misol uchun balki bu videoni ham ko'rar yoki boshqa narsa qilar. Demoqchi bo'lganim, bu kasal agar o'sha 1 yil yutqazdi bu. O'sha yutqizdi bu. Qachondir bo'lgan bu. Lekin o'sha vrach mumkin degan, qarang, oddiy mumkin bo'lishi mumkin, revmatizm deb balki to'g'ri tashxis qo'ygan, lekin kasalga mumkin degan so'zni ishlatgan. Kasal ham nima deydi? Bo'lishi mumkin, hali bu kasal emas ekan deb 1 yil yurib, sal klinik belgilar kuchaygandan keyin murojaat qilib kelyapti. Yana tushuntirilsa, yana vahima qilyapsiz deb vahimani asli ular qilish kerak edi. Shu ana vrachni topib gaplashib, nimaga sen dadil gapirmagansan? Shunaqa. Men onamni oldindagi 20 yillik erkin nimasini yo'qotdim, harakatini yo'qotdim. Bitta qo'pol batenda doriga tobe qilib qo'yishga sen sababchi bo'lding deb, to'g'rimi? Shunaqa. Endi sabablar u vrach yoki bu vrach emas. Men bu kasallikni odamlar oddiy deb qabul qilishidan achindim. Tushunyapsizmi? Hali ham achinaman. Hali ham achinaman. Siz deyapti, vahima qilib yubordingiz deyapti. Vahima qilinadigan kasallik bu. Bu shamollash emas bu. Sen yo'q, bu infarkt bo'lsa ekan, stent qo'ysang qutulsang. Shu, hattoki bu tushunmayapti bu. Butun umr bo'ldi endi shu kasallik bilan kasallanasan. Buni davosi yo'q. Hatto shunday bir nima bo'lgandi, bir o'qib yurgan vaqtimizda SPID, vabo, o'lat va sistemali qizil valchanka deb bitta nima shablon chiqarib o'tirdim-da, ilmiy ish qilganda. U domlam so'radi, nima uchun bu kasalliklar bilan bu sistemali qizil valchankani yozib qo'yding deyapti. Mana SPID so'zi eshitilganda ko'chada yurgan odam ham bor, misol uchun meditsinaga seskanadi, doirmi, doir emasmi? SPID qochish kerak. Propagandasi kuchli-da uni. Juda nima uchun qo'rqinchli, vahimali.
narsa. Vabo o'ladi. Qo'rqinchli tarixda necha kishi o'lib ketgan, bu tez yuqadi, tez o'ladi. Sistemali qizil valchanka ham bulardan o'tadiki, lekin hech ham kam emas. Asorati bo'yicha. Asorati bo'yicha, kechishi bo'yicha, kasalni oxirgi misol uchun o'lishi bo'yicha, endi qo'pol bo'lsa ham aytganda, juda qiyinchilik bo'ladi. Juda poli organ yetishmovchilik bo'ladi. Lekin bitta kasalga sistemali qizil valchanka bo'libsan desa, "Ha, nima bo'libdi? Qaysi dorini ichishim kerak?" deydi. Bitta nazar. Ha, qaysi dorini ichishim kerak deydi. Shundan bo'ladi. Men prosta mana bu kasallarga ham aytganimda shu gap aytgandan keyin, men aytdim, qarang, qanaqa men bularga shuni jon kuydirib tushuntirib o'tiribman, boshqa qilyapman, vahima qilib tashladingiz-ku deydi. Shunda odam bir achinib ketdi, mayli bo'pti dedim. Bo'ldi, boraver dedim. Boringlar vahima qilmasa yuringlar dedingizmi? Yuraveringlar dedim, iloj yo'q. Chunki bu kasalliklar, bu hali odamlar ongiga yetib bora olmayapti. Yo'q. Yetkazib bera olmayapmiz avval. Ha, yetkazib bera olmayapmiz. Qo'yapsiz, sizga yoqyapti, sizningini tushunyapti, uni tushunyapti. Qolganlar yo vaqtini ekonom qiladi yoki qanaqadir kasallikni bemorlarni zerikishganmi? Bu yoqda bemor tushunchasi chiqib ketaveradi. Shunga men bu живой narsa aytyapman, yaqinda bo'lgan narsa, shuni ko'rib aytdim, dedim, bu bir internetga kir, xatiyab agar meni gaplarim xato yoki ishonmasang, ChatGPTga kir. Endi misol uchun nima ijtimoiy tarmoqqa kirib bir normal odamdan eshitsang, bu kasallik bo'ldi, pishding. Umring oxirigacha bu kasallik bilan yurasan davolanib. Vahima qilib yuborasiz deydi. Mayli. Juda achinarli. Juda achinarli. Bu meni o'zim emirtib ko'rgandan shunaqa o'tirsang, bundoq podrobni tushuntirib, sen uchun jon achirib bundoq kelayotgan bo'lsang, oxirida 2 minutga aytasiz. Doktor to'g'risini ayting, vahimali emasmi deydi. Uni xayolida o'sha standart borda bo'ldi. Shu. Vahimali narsa bor, vahimasiz narsa bor. Vahimasiz narsa bilan zo'r yashasa bo'ladi hal degani, vahimali narsa bilan sal e'tibor qaratish kerak degan tushuncha borda. Yo'q, u mayli vahimalimi, vahimasiz deb so'rasa, men aytardim vahima. Vahima qilib yubordingiz deydi. Kasalni oldida vahima qilib yubordingiz deydi. Bu vahimali kasallik, shuning uchun aytib turibman. Natijalarga qara, klinik belgisiga qara, hammasi turibdi. Bir eho qilib yuragini tezroq tekshirtirish kerak desam, vahima qilib yubordingiz deydi menga. Afsus, bu mayli. Islabigamiz. Xo'p, bizani ham misol uchun kasallardan aybmi, shu narsani kengroq kasallarga yetkazish kerak. Bu kasallik oddiy kasallik emasligini tushunish kerak. Bu nogironlikka, odamni o'limga olib keladigan kasallikligini tushunish kerak. Ha. Shunda keyin yo'q, mayli o'ldirmas, qarang. O'limga olib kelmas, misol uchun. Hozir 10 yoshida bemor bo'lgan inson 60 yoshda o'lmasligi mumkin, lekin u insonga o'xshab yashamayapti-da. Xuddi shunaqa. Insonga o'xshab yashamayapti. Yuragida yetishmovchilik, mitraqlab yetishmovchiligi bor. Qachon qanday o'pkasini to'ldirib nafas olganini bilmaydi. Oyog'i doim shish. U oyog'i zastoy, yurak yetishmovchilik hisobiga shish, undan tashqari bo'g'imni o'zi og'rib yetarli. Uni sanab tashlash mumkin-da. Shunaqa. Aytadi-ku, faoliyatimizni ko'ryapmiz-ku. Borim beraman dedi. Qo'lga yopishib bir tomonga qiyshayib ketgan. Reumatoid poliartrit bo'lganda, endi boshqa kasallikda qiyshayib ketgan borim beraman. Oddiy hojatga chiqa olmayapti. Hojatga chiqishda har bir narsa ne'matda, mana shu suvni ichish, suyuqlikni ichyapmiz, ne'mat, buni chiqarish ne'mat. Hojatga chiqishda ham uni chiqarishni o'zi bir rohatda, undan bo'shanishlik. O'sha rohat his qila olmayapti. Yotgan joyda qilib qo'yadi, chunki o'tirolmayapti, oyog'i bukilmayapti, ochilmayapti, yoyilmayapti. Shunaqa. Kontraktorlar juda og'ir darajada-da. Shunaqa. Xo'p, blitz savolga keldik. Endi boshqacharoq o'tgan safargidan revmatizmga bog'liq bo'lgan savollar. Ba'zi birlar takrorlanishi mumkin, lekin qisqa va lo'nda javob berishingiz kerak. Maqsad tezroq tushunchasi yorilsin va ahmoqona, noto'g'ri ravishda shakllanib qolgan stereotiplar ketsin. Birinchisi, revmatizm faqat qariyalarda uchraydimi yoki yoshlarda uchraydimi? Eng asosan yoshlarda uchraydi, qariyalarda uchramaydi. Boshlasiga yoshlikda boshlanib, umr oxirigacha bo'ladi. Shunaqa. Bu degani shu joydan savol ham keladi, javob ham keladi. Mana 40 yoshdagi revmatizmning asorati bilan bemor bizga ko'rinishi mumkin, uni 5 yoshda boshlangan bo'lish ehtimoli bor yoki 7 yoshda. Asosan 7-14 yoshda uchraydi-da bu. Misol 10 yoshida hozir birlamchi kasallandi, lekin bizga 40 yoshda og'ir asorat bilan keldi. Bironta doktorning revmatizm tashxisini qo'ymagan, shu paytgacha asorat og'ir ahvolda keldi. Shunaqa. Bo'lishi mumkin-a? Bo'lishi mumkin. Tushunarli. Keyingisi,
Yoshlar orasida nega birdan ko'payib ketdi? Bizni xayolimizgami yoki biz bundan e'tiborsiz bo'lib qoldikmi va maslahatini sezmay qoldikmi? Birinchi yoshlarda ko'p uchrashga sabab o'z sog'ligiga e'tiborsizlik kuchayib qoldi va ko'pligiga sabab biza hozir bu kasallikni erta aniqlashish boshlandi. Oldin aniqlanmagan. Shu darajada bo'lganki, misol uchun sizni yoshligingizda ham tomog'ingiz og'risa bir tabobatdan yoki biror narsadan aytilganda shu bilan yurgansiz. Isitma qilsa bir oddiy narsalar qilib, hattoki revmatizm tashxisi oldin qo'yilmagan. Bu eng yosh rivojlanib borilayotgan bu nima deydi, bir bo'lim, soha bu. Boshqa sohalarga nisbatan. Tushunarli. Revmatizm bilan og'rigan odam bo'ldi, endi umrini oxirigacha sport bilan shug'ullana olmaydimi? Yo'q, xato fikr. 100% shug'ullansa bo'ladi. Remissiya vaqtida u sog'lom odamdan farqi yo'q. Biz bilan mendan farqi yo'q. Yo'q, faqatgina farqimiz, men misol uchun yo metatrexat yoki bitsilin olishi salgina o'zining sog'ligiga e'tiborlisi. Endi hammamiz e'tiborli bo'lishimiz kerak. Endi dori ichib turadi shuni hisobda. Lekin sog'lom. Sog'lom. Og'rish ham qilaveradi, Bemalol. doktor ham bo'laveradi, yurist ham bo'laveradi, Qozog'istonga, Rossiyaga, Libojaga boraveradi. Hech qanday cheklov yo'q. Cheklov yo'q. Tushunarli. Massaj hamma revmatoid kasalliklarga foydalimi? Yo'q. Revmatologik kasalliklar artrit turida qo'zish fazasida kategorik massaj mumkin emas. Remissiya davrida bemalol olishi mumkin. Oddiy insonga qilingandek qilinadi, alohida ko'rsatmasi yo'q. Keyingisi. Issiq vanna mumkinmi? Issiq vanna kasallikni qaysi holatiga bog'liq. Qo'zish fazasida suv kategoriyasi mumkin emas. Issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, iliq bo'ladimi? Misol uchun qo'zish fazasida mumkin emas. Suv. Suyuqlik narsa, namlik narsa kategoriyasi mumkin emas. Qo'zish fazasi remissiyasida bemalol olaversin. Tushunarli. O'ziga ehtiyot bo'lib. Bu yerda yana bitta savol bor edi. Umrbod dori ichish shartmi degan. Buni bildik, shart. Buni juda chiroyli tushuntirib berdingiz, rahmat. O'zini o'zi davolash qanchalik xavfli? O'z hayotini nima deydi? Qanchalik xavfli? Hozir o'zi bilgan holatda davolashdan bosh tortadigan odam taqdirini gaplashyapmiz-da. Bilmagan holatdagi odam uni qanday davolaydi bo'lsa, nima deb bo'lsa? Bundoq tomoq og'rib turadi. Bundoq nima deydi? Yod bilan ozgina tozalab qo'yiladi, bo'ldi. O'z joniga qasd qilish bilan barobar deb o'ylayman. Zo'r. O'zini o'zi davolash qanchalik xavfli, o'z joniga qasd qilish bilan barobar. Shunaqa. Zo'r, rahmat. Xalq tabobat qanchalik yordam beradi yoki aksinchami? Xalq tabobati boshqa kasalliklarga qisman yordam berishi mumkin, lekin revmatologik kasalliklarga 1% ham yordam bermaydi. Ana u chiqayotgan uni rosa trenddagi dorilar bor. Ularni yo'q. Men aytaman, nomini aytaman. Argon bor mana. Nutva degani bor, bir nechtasi bor-da. Menga tinmasdan har kungi videolar keladi. Doktor shu haqida nima deysiz? Meni 6 oyga sotyapti. Revmatizm yaxshi bo'lar ekan. 1% ham yaxshi qilmaydi. Foydasi yo'q. Umuman foydasi yo'q. Agar mana bunaqa tabiiy narsalar bilan misol uchun yaxshi bo'lsa, bu standartga kirilardi. Standartda mana bu dori yozilsin yoki mana bu ishlatilsin deyilardi-da. Qarang, necha yildan beri misol uchun faoliyat olib borilayotgan bo'lsa, revmatologik kasallikda standart 2 yoki 3 ta dori bor. Bo'ldi. Shu asosiy bazis lecheniya shu. U yog'iga intizom. Shu intizom qilib o'zini asrasa bo'ldi. Lekin batlar, mendan xafa bo'lmasa, misol uchun tabiblar xafa bo'lmasa, umuman kategoriyasiga foydasi yo'q. Bo'ldi. Xo'p, revmatizm bilan sifatli hayot kechirish mumkinmi? Albatta. Bu o'ziga bog'liq. 100%lik toza, sifatli, orzudagidek hayot kechirish mumkin. Faqat ba'zi belgilarni e'tiborga olgan holatda. Shunaqa. O'ziga bog'liq. Qaysi xato bemorni eng tez og'irlashtiradi? Kasal bemornimi yo sog'lom odamnimi? Farqi yo'q. Kasal Qaysi odam xatolar? Ikki holatda ayting. Kasal hozir aynan revmatizm bilan og'rigan bemorni, uni qo'zish davridagi ahvolni tezlikda og'irlashtiradigan holatlar, remissiya davridagi ahvolni og'irlashtiradigan holatlar. Qo'zish fazasida bo'lsa, bu hozir aytganingizdek intizomsizlik, dorini noto'g'ri ichish yoki olmaslik. Doridan отказ qilish. Отказ qilish. O'zicha misol uchun tabiiy yo'lga o'tib oladi. Tabiiy yo'lga mana hozir aytilgan tabobatga yoki batlarga o'tib oladida, qo'zish fazi battar kuchayib ketadi. Remissiyada misol uchun eng ko'p uchraydigan bitta holat bor. Doktor, men bu dorini 1 oy bittadan ichdim-da, keyin yarimtaga tushirib oldim o'zim deydi. Kimdan so'rab qilding? Yoki kim maslahat berdi?
Ha yo'q, endi sal yaxshiman-ku, o'shanga yarimta ichib. Jigarimdan o'ladi deb Ha, qo'yadi. shunaqa. Yo'q, mana shu eng remissiyani qayta qo'zg'alish davriga olib keladigan holat mana shu. Yoki misol uchun kesib yurgansiz. Yo bo'lmasa kasalga aytasiz, shuni ichib turasan, kelasan bir oydan keyin. Kasal ketdi shu bilan. 6 oydan keyin keladi. Bir og'ir asorat bilan keladi. Qo'rqib ham ketasiz. Ko'rib bu kasalni-da. Nima bo'ldi? Keyin eshitsangiz shunaqa, kimdir maslahat berdi, nima qilasan garmonni ichib, o'zicha Organizmiga sxema bilan tushirib olib, boshqa tabletkalarga o'tib, battar qilib yuborgan. Eng yomon narsa, mana bu kasal bo'lgan bemorlar, misol uchun yana aytaman, dori vositasini vrach yozib berdimi dozasi bilan, vrach nazoratisiz palapartish ichmaslik kerak, dozasini pasaytirmaslik kerak, to'xtatib qo'ymaslik kerak. Eng yomon narsa. Shuni savolni udarni beribman-da o'zi. Shu. Qachon shifokorga murojaat qilish kech hisoblanadi? Endi har qanaqa holatda ham bemor tirik bo'lsa kech emas, misol uchun. Aslida. Lekin qancha kasallikni boshida murojaat qilib kelsa, bu yaxshi deb o'ylayman. Misol uchun asoratlari rivojlanib, bemor keyin xohlaganda vrachdan yordam topa olmaydi-da. Misol uchun erta aniqlab keldimi, bemalol u kasallikni remissiyaga tushirib, asoratsiz sog'lom odamday hayotga qaytarasiz. Lekin oyoqlarda og'riq, kardit, artrit belgilari bilan, surunkali belgilar bilan kelgandan keyin u kech deb bilaman. Lekin endi faqatgina kasallikni tuzatmaymiz biz. Faqatgina bemor ahvolini yaxshilaymiz. Bo'ldi. Bemor shunga rozi bo'lsa, bemalol kelib ahvolini yaxshilab ketishi mumkin. Tushunarli. Shu yerda eng muhim nuqta, revmatizmda eng muhim nomer 1 maslahat. Eng yaxshi maslahat bolalaringizda misol uchun qanaqadir endi yoshlikdan nima deydi, rivojlanadigan kasallik bo'lgani uchun birinchi ota-onalarga maslahatim, tomoq og'ridimi? Masalan, 3 oyda misol uchun 3-4 marta tomoq og'rib turibdi bolangiz. Revmatologga boring. Kimda deyishdan qat'iy nazar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, kim nima, revmatologga boring. Revmatolog ko'rsin, bemorni kuzatsin, boshqa u tinch desa, mayli siz lorga olib boring, keyin pediatrga olib boring. Bu ota-onalar uchun 3 oy mobaynida bolangizda 3-4 marta tomoq og'riyaptimi? Revmatologga olib boring. Revmatologga olib boringda, revmatolog o'zini fikrini aytsin, tekshirsin, ko'rsin, analizlar qilsin, surishtirsin. Tinch bo'lgandan keyin ko'nglingiz tinch, bemalol lorga olib boring, bolangizni tuzating. Eng zo'r narsa. Kasallar uchun eng ideal narsa, siz dorini iching, mutaxassisga boring, maslahatiga rioya qiling, sog'lomsiz. Bo'ldi. Tushunarli. Rahmat. Juda mazmunli, o'ylaymanki, ko'p noto'g'ri stereotip va ko'p noto'g'ri fikrlarni parchalab olgan. Yaxshi son bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. To'g'ridan to'g'ri bemorlarga yana bu yerda men savol sifatida bermagan gaplarim bo'lsa yoki o'z ishingizdagi aytmoqchi gaplaringiz bo'lsa, bemalol aytib, tushuntirib, ogohlantirib qo'yishingiz mumkin. Bilyapmizki, bu o'ta muhim narsa. Men aytaman, infarkt miokardda hozir yechimli 2 soatda qilish mumkin. Aniqladik, borada stent qo'yamiz, tugadi yoki stentga nazar qilamiz, bemor chiqib ketdi holatdan. Shunaqa. Hozir bir narsa aytmoqchi edim, mana hozir gaplashilganda ham misol tariqasida, bu kasallikdan qo'rqish kerak emas, bu kasallikni qutulish kerak. Ya'ni qutulish uchun nima qilish kerak? Bu kasallikka chalinmaslik kerak. Chalinmaslik uchun nima qilish kerak? Bu kasallik haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Qayerdan biladi u? Ma'lumot misol uchun endi biladi mana. Yo'q, misol uchun siz biza mana chiqib qo'limizdan kelgancha tushuntiryapmiz yoki misol uchun mutaxassisga borish mumkin. Hozir shunaqa nima deydi, ota-onalarning ayrimini ko'rib, men xursand bo'ldim, kelib so'rayapti. Siz misol uchun revmatolog ekaningiz, o'zi revmatizm haqida yoki mana bu kasalliklar haqida ozgina tushuncha bering, deyapti. Men odam xursand bo'ldim. Masalan, shunaqa ota-ona mana kulgada kerak ekanman. Ha, yo'q. Ota-onalarning ongida bu kasallik borligiga, qiziqqaniga men xursand bo'ldim. Misol uchun, bizning mutaxassisligimiz 5 yil, 10 yil oldin juda ko'rinmasdi. Revmatologiyski misol uchun mutaxassislar to'g'ri, endi misol uchun kim qanaqa holatda ishlagandir, lekin juda saviya desak sal qo'pol bo'ladi, urovini sal pastroq. Hozirgi vaqtda
eng ko'p rivojlanib borayotganligi uchun, nogironlikka olib kelayotganligi uchun bu kasallikni tushunish kerak. Tushuninglar, bu kasallikka chalingan bemor hech qachon tuzalmaydi. Tuzalmadimi, bir umr nogiron bo'lishi mumkin. Undan ko'ra shu chalinmaslik uchun normal yashash kerak. Bu kasallikni to'liq ma'lumot ega bo'lsangiz ota-onalar, bolangizni asray olasiz. Tushunarli. Bo'lmasa asray olmaysiz. Shu. Kasallikka chalingandan keyin doktorni aytganidan chiqmaslik kerak, intizomli, itoatli bo'lish kerak. Kasallik bilan og'rimaslik uchun ota-ona yaxshi quloq solish kerak. Ana. Shu yerda bitta qo'shimcha qo'shaman. Endi hozir aytishim mumkin, bemorlarni doktorga intizomli bo'lish kerak deb mutaxassisga borish kerak. Ko'pchilik mutaxassisga bormayapti-da, palapartish davolanyapti. Tushunyapsizmi? Hozir shunday bemorlar kelyapti. Hozir mana bu dorini ichgansan, bu dorini ichgansan, bu dorini ichgansan deyapsiz-da, so'ralyapti. Nima u deyapti. Qarang, 30 yillik revmatolog, revmatizm bilan kasallangan bemor nima u deyapti. Menga hech kim bu narsani tushuntirmagan deyapti. Sen o'zi vrachga bor, hamma vrachga borganman. Vrach mana necha yildan beri ko'ryapti, boshqa qilyapti. Lekin bu haqida hech qanaqa menga ma'lumot berilmagan deyapti. Demoqchiman, shu izoh sifatida, qo'shimcha ma'lumot sifatida revmatologga boringlar. Revmatolog sizni tekshirsin, ko'rsin. Haqiqatdan revmatologik kasalligingiz bo'lsa, revmatologga, misol uchun nevrologik kasalligingiz bormi, nevropatologga, travmatologik kasalligingiz bormi, travmatologga, har kim o'zining sohasi bo'yicha shug'ullangani, kasal shunga murojaat qilib davolangani to'g'riroq deb o'ylayman. Rahmat. Zo'r bo'ldi. Vaqt ajratganingiz uchun bemorlaringiz ko'p bilamiz, ishingiz ham ko'p. Rahmat aytamiz. Bu aholini so'rovi edi. Bizni kuzatayotgan kuzatuvchilar so'rab qolgandi bu narsani. Menimcha haming qadar yaxshi imkoni boricha savollarga javob berishsa, agar olisha olmayotgan bo'lsa, yana yozsa, menimcha javob beramiz. Kerak bo'lsa yana albatta. Rahmat sizga. Sizlarga ham shu gap, o'zinglarni asranglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, ko'rib turibsizlar. Ayniqsa revmatologik kasalliklar bir marta bilan og'rigandan keyin undan bir umrga to'lig'icha qutulish qiyin. Bu eshitilishi juda og'ir, juda og'ir. Kimgadir yoki bitta dorigadir bir umr qaram bo'lishi yomon narsa. Lekin asli unasidan umuman begona yo'lda yurib ketish mumkin ekan. Qanday qilib? Sog'lom turmush tarzini kechirib. Biz podkast, shaxsan podkastning loyihasini ega sifatida men va podkastning loyihasining ma'nosi shuki, sizni sog'lom turmush tarziga yetaklash. Agar biron bir bemorlik bilan og'rigan bo'lsangiz, o'sha bemorlikdan to'g'ri yo'l bilan chiqib ketishni o'rgatish. Agar kimdadir savol bo'lsa, qaysi mutaxassis taklif qilish kerak bo'lsa yoki qaysi kasallik to'g'risida gapirish kerak bo'lsa, marhamat izohlarda yozib qoldiringlar. Biz bu yerda buni o'rganib chiqqan holatda egasini topib turib shu yerga olib kelamiz. Asl holatni aslida sizga ko'rsatamiz. Va bu jihatdan bizga yordam beringlar, keyin bizning videolarimizni hamma joyda, hamma platformalarda ko'rib, like bosib, podpisatsiya bosib, tarqatib, buni boshqa sizga o'xshash, aynan shu kasallikni anglab yetolmayotgan odamlarga anglashiga va aslini bilishiga yordam beringlar. Buni qizg'anmanglar. Omon bo'linglar. Keyingi sonda ko'rishguncha.